Tılsımlar dünyasida nur quchqan olim Rishad Abbas. Adabiy axborot. Avtori Qaysar Mejid. 8. Omad kelsa, qo'sh kepti deyishgan ekan ko'nalar. Rishad Abbasning jafoliq tadqiqoti orqasida qo'lga keltirgan zo'r natijalari uningga qut yog'dirdi. Odatda kishilar ko'ngildagidek xizmatga erishish uchun ko'p ajr singdirishadi. Ya'ni ma'lum o'rinda o'zining kasbiga mos keladigan sharoit bormi yo'q? Bor bo'lsa, u xizmatni elish uchun qanday qilish kerak? Nima shartlarni hozirlash kerak degandek. Lekin Rishadga undaq qilishning zaruriyati qolmadi. Cho'ng dori tadqiqot organlari zo'r iqtisodiy asosga ega, yer shari xarakterlik ta'sirga ega dangliq shirkatlar uni qizg'inlik bilan xizmatga taklif qilishdi. Ularning Rishadga bermoqchi bo'lgan maosh va boshqa ta'minotlari bir-biridan qilishmag'dak darajada yaxshi edi. Iqtisodshunoslik yana bir ma'nodan aytganda odamlarning harakat qilmishlarini tadqiq qiladigan fan bo'lib, uningdagi bir ilmiy faraz idroklik odamga ko'p xil tanlash fursati berilganda, u albatta o'zini eng xush qiladigan, unumi cho'ng bo'ladigan ishni tanlaydi. Rishadmo har xil omillarni o'ylashib, oxiri 1996 yilning oxirida hukumat qarmog'idagi tajribaxonadan yo'tkilib, xususiylar egiligidagi bir dori tadqiqot qilish idorasining yangi dorilarning badanda almashtirilishi va bexatarligini baholash hamda tadqiq qilish bo'limida tadqiqotchi bo'lib ishga tushdi. Mazkur idorada ishlagan 4 yil jarayonida u asosliqi yurak tiqilma kasalliklari va ruhiy kasalliklarni davolashda ishlatadigan yangi dorilarni tadqiq qilish ham vujudga keltirish bilan shug'ullandi va Amerika dori boshqarish idorasi tarafidan tasdiqlanib xalqaro bozorga selingan nerv kasalliklariga davo dora Abilify va qon tomirlarda qonning uyushishining oldini oladigan dora Platal dorilarning vujudga kelishida ko'rinarlik tuhfa qo'shdi. Bozor egiligidagi raqobat ma'lum ma'nodan aytganda ixtisosliklar raqobati. Amerikaning amgak bozorida ixtisosliklarni talashish, o'zlariga tortish doim bo'lib turadigan ish. Chunki halqiliq fan texnikaga qobiliyatiga ega ixtisosliklar korxonaning hayot mamatiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Rishad Abbas 1999 yili kuzda Italiyada o'tkazilgan xalqaro dori tadqiqot jamiyatining ilmiy yig'inida leksiya so'zlab bo'lgandan keyin uning yeniga biraylan kelib, qizg'inlik bilan o'zini tunishtirib, o'tgandan keyin mundaq dedi. Sizning tadqiqot texnikalaringiz va shuning bilan qozongan bu natijalaringiz nihoyat yaxshi ekan. Bizning tadqiqot markazimiz sizninkidek o'zgacha tadqiqot usullariga qiziqamiz. Sizning iqtidoringiz va natijalaringiz mening bakmi diqqatimni tortdi. Agar xohlasangiz, men sizning bir fursat chiqarib, bizning tadqiqot markazimizga kelib, leksiya berishingizga, bizning idoradagi boshqa tadqiqotchi doktorlar bilan ko'rishib, tajribaxonlarni kuzatib beqishga taklif qilaman. Bizning tadqiqot markazimizdagi tadqiqotchilar ishlayotgan temalarning biri qon seyish kasalini davolaydigan insulin tabletkasini tadqiq qilish. Har ikkala tarafga uyg'un kelib qolsa, siz meningcha
bizning markazimizda cho'qim bir bösish hosil qila olasiz. Aslida o kishi shu idoraning tadqiqotga mas'ul muavin prezidenti bo'lib, ismi Robert ekan. Taklifingizga rahmat. Hozirgi idoramda qo'ldan chiqarmasam bo'lmaydigan bir tema bor. Bu haqda idoraga mas'uliyatchan bo'lmasam bo'lmaydi. Shu tadqiqotim tugagandan keyin taklifingizni o'ylanib baqay. Robert ismli bu kishi Rishadning javobini muvofiq ko'rib, xushallik bilan uning ism kartasini so'rdi. Yil o'rilib, 2000-yili bahorning bir kuni, ya'ni Rishadning qilayotgan ishidan natija chiqib, bu haqda xabar to'g'ri tadqiqot sohasida nashr qilinadigan ichki kasbiy gazetga chiqib bir necha kun o'tgan edi. Jiring. Yaxshimsiz, men Rishad Abbas, dedi Rishad telefonga javob berib. Xayrlik sahar, doktor Abbas apandim, dedi qarshi taraf. Rishadga bu ovoz tonishdek bilindi-yu, ammo qarshi tarafning kimligini aniqlay olmadi. Men Robert bo'laman. Biz İtaliyada ko'rishgan, dedi qarshi taraf qizg'inlik bilan. Qandaq, yaxshimisiz? Heliqi taklifimni o'ylashib ko'rdingizmi? Aslida bu odam Rishadning tadqiqoti haqidagi xabarni ko'rib, uni o'zining idorasiga kelib, leksiya berishga taklif qilgan ekan. Rishad Abbas Robertning tadqiqot markaziga berib, leksiya so'zlab berishni kamtarlik bilan qabul qildi. Shuning bilan Rishad bu tadqiqot markaziga berib, o'z tajriba savoqlarini tunishtirib, boshqa tadqiqotchilarga qoyil qilarliq ilmiy asos va yakunlar bilan to'lgan ma'lumotlarni berdi. Bu markazning tadqiqot sharoiti va boshqa ahvollari bilan tafsiliy tanishdi. Rishad Abbasning talantliq, ijtihodliq va mas'uliyatchan xarakteridan rozi bo'lgan tadqiqot markazining prezidenti va muavin prezidentlari Rishad leksiya berib, qaytib kelib uzun o'tmayla, uning bilan yana aloqalashib, Rishadni o'z tadqiqot markaziga kelib xizmat ishlashga taklif qildi. Yashayotgan yerda tortishadigan el-yurt bo'lmagandan keyin uning ustiga o'z idorasida va'dasiga vafo qilib qiladigan ishni ko'ngildagidek o'rinlagandan keyin bu yerdan ayrilsimi, yuzi yo'ruq ayrildiganligini tushungan Rishad bu tadqiqot markazining taklifini qabul qildi. Xizmatga taklif qilish xati atsila uningga FedEx orqali yetkazildi. Shuning bilan 2000-yil yozda u Robertning shirkatiga biologiyalik dorilar bo'limining direktori bo'lib yetkilib keldi. Kishilarning sog'lom holda sifatlik, uzun umr ko'rishini qo'lga keltirishda ikki narsa nihoyatda muhim. Buning birinchisi oldini olish xarakterlik tadbir bo'lib, buningda har xil kasal paydo qilg'uchi xatarlik omillar, masalan, bakteriyalarni yo'q qilish, tartiblik va muvofiq bo'lgan turmush odatini yetildirish, suv va muhitning bulg'anishining oldini olish, shundaqla har xil yuqumli kasalliklardan mudofaa ko'rish uchun vaksina urish qatorliq tadbirlar bo'lib, bu eng a'lo tadbirdir. Uning ikkinchisi allaqachon kasalga giribdor bo'lgan bemorlarni davolash orqali saqaytish, azobini yengillatish va ularning sifatli holda uzunroq umr ko'rishini qo'lga keltirish. Bu ikkilamchi tadbir, ammo hayot mamatga berib taqishadigan tadbirdir. Qan seyish kesli
uzunga so'ziladigan kasalliklarning bir xili bo'lib, uning ta'siri yakka shaxs nuqtasidan aytganda bemorning umrining sifatini tuvallatsa, jamiyat nuqtasidan aytganda u iqtisodning taraqqiyotiga zo'r darajada aks ta'sir ko'rsatadi. Odatda bir odamning hayotida qansiyish kasallik giribdor bo'lish bo'lmasligini biologiyalik va ijtimoiy omillar belgilaydi. Eslatma 1. Dünya Səhiyyə Təşkilatı WHO'nun yaqinqi statistika qaraganda 2000 yılı dünyada 171 milyon qansiyish kasallik giribdor bo'lgan bemor bor bo'lib, ular dunyo nüfusining 2dan 8%ni tashkil qilgan. WHO'ning mo'ljallashicha qansiyish kasallik giribdor bo'ladigan bemorlarning soni 2030 yilga borganda tadrijiy eshib, dunyo nüfusining 6,5%ni egallab 366 milyonga yetadi ekan. Kelgusidagi bu eshishning ko'p qismi asosliqi taraqqiy qilayotgan davlat va rayonlarda bo'lib, ularning ko'pchiligi 45 yosh bilan 64 yosh oralig'idagi kishilar, ya'ni emgak iqtidori bor odamlar bo'ladi ekan. Kishilarning sog'lom yashashiga tahdid soladigan har qanday kasalni yo'qotish yoki xatarlik omilni tizginlash tibbiy sohadagilar, jumladan dori tadqiqot olimlari o'ylashadigan masala. Kichigidan dorilarning mo'jizalik roliga hayron bo'lib cho'ng bo'lgan va bemorlarning azobini tushunadigan Rishotning qansiyish kasallik giribdor bo'lganlarning azobini yengillatadigan biror dori ijod qilishni o'ylab bu haqda izlanishga kirishganiga 1-2 yilcha vaqt bo'lgan edi. U borgan bu idora maxsus qansiyish kasalligiga qarshi dori tadqiqoti bilan shug'ullanadigan idora bo'lib, Rishot beribla mushu jihatda bo'sish hosil qilish uchun tadqiqotga kirishib ketdi. Yana shu o'zini beg'ishlash ro'yi, yana shu aql farosatning julasi. U bu yerdami nayta tezla bo'sish hosil qilib, qansiyish kasallik giribdor bo'lgan bemorlarning eg'izidan iste'mol qilishi uchun unumi yaxshi ham qilchi azobi yo'q bir xil tabletkani tadqiq qilib, hamda dunyo dori tadqiqot sohasida tunji bo'lib eg'izdan iste'mol qiladigan insulin tabletkasining tajribalarini loyihilab va odamda sinov qilgan tunji olim, ya'ni Uyg'ur pushtidan bo'lgan olim bo'lib qoldi. Arqadilla ham bu tadqiqot bo'yicha patent huquqiga erishdi. Uning bu haqda yaratgan natijasi Amerikaning kasbiy axborot vositalarida tashviq qilindi. U bu haqda radio va gazet ziyoratlarini qabul qildi va uning ko'z qarashlari munosabatlik gazet jurnallarda hamda ilmiy maqolalarda naql keltirildi. Bu tadqiqot to'g'risidagi yezib chiqqan maqolasi 2001-yili San Fransisko shahrida o'tkazilgan qansiyish kasalini davolash texnikasini almashtirish ilmiy yig'inida eng yaxshi maqola mukofotiga erishdi. Rishot Abbas yana bu tadqiqotning natijasi bo'yicha 2002-yili Amerika diabetlar qansiyish kasalligi tadqiqot jamiyatining taklifiga binoan San Fransiskoda ochilgan dunyoviy yillik yig'inda necha yuzlagan olim mutaxassislarga leksiya so'zildi.